Va nihoyat sizlarni bitta like ile arziydigan Husanov formasi yetib keldi. Sal kechikkanligi uchun narxini juda ham chiroyli chiqardim. Ustimdagi forma alohida tema videoni oxirida aytamiz. City'ning formasi razmeri S dan 2XL gacha narxi 100 ming so'm. Juda chiroyli chiqqan. Xuddi shu forma detskisi ham kelgan, narxi 100 ming so'm, 18 razmerdan 28 gacha. Bu 5 yoshdan 13 yoshgacha to'g'ri keladi. Kurtuani formasi ham yetib keldi. Narxi 90 ming so'm, shorti bilan komplekt S dan 2XL gacha razmeri bor. Bu yildan boshlab Portugaliya Puma'da o'ynayotgan, mana ikki xil rangi yetib keldi. Orqasiga Ronaldo yozilsa juda ham chiroyli chiqadi. 90 ming so'mdan S dan 2XL gacha razmeri bor. Barsaning yangi formasi kelgan, narxi 90 ming so'm, S dan 2XL gacha razmeri bor. Argentinani yangi retro kolaboratsiyasi kelgan, narxi 90 ming so'm, S dan 2XL gacha razmeri bor. Inter Miami'ning yangi formasi kelgan, qora rangli esa narxi 90 ming so'm. Buni ham razmeri S dan 2XL gacha. Endi men Barsaning formasini bilmayman qancha sotdik, narxi 90 ming so'm, S dan 2XL gacha razmeri bor. Bu yoqda mana Milanning formasi Pavtor keldi, narxi 90 ming so'm. Chelsea ham qolmagan edi, Pavtor keldi, narxi 90 ming so'm. City'ning formasi yozuvsiz varianti ham kelgan. Buni ham narxi 90 ming so'm, S dan 2XL gacha razmeri bor. Endi bu formaga alohida to'xtalamiz deganimiz, bu Real Madridda 25-26 o'yingan formasi, keyingi yil o'yingan formasi yengisi chiqdi. S dan 2XL gacha razmeri bor, narxi 90 ming so'm. Shoshildi, bu tez tugaydi. Probnik kelgan. Sizlarni Elite Sportda kutamiz. Hammaga rahmat.